aytib bermoq bizdan, eshitib o'tirmoq sizdan. Aytib bermoqni boshladik. Go'rolla degan bir dostondan. Biz bilamiz otini, siz bilasiz zotini. Aytadigan dostonimizning nomini Ravshanxon deydi otini. Chambilda Go'ro'li Sulton bek bo'ldi. Qorni bo'lsa to'q bo'ldi, qayg'isi bo'lsa jo'q bo'ldi. Yurishi qarang kek bo'ldi. Qayg'i sitami jo'q bo'ldi. Yenatiganni yendirib, ko'nmaganni ko'ndirib, hamma ishni döndürüp, zorlig'ini bildirib, davralarni to'ldirib, 10 ming o'yli Turkman eliga bosh bo'lib Go'ro'li Sulton davrani surib jotib edi. Shunda Hasan xonning o'g'lining yoshi ham 14 ga qarayib jo'nay berganda Avaz xonning qizi 13 yoshda ikkovi madrasaga birga qatnayib yurgan paytlarida o'ynab kulib davran surib bir-biriga ko'ngli tushib oxiridan shoshib Jo'rbeda shunda Go'ro'li Sulton shunda aytdi. Misqal parimna Junus parini oldiga chaqirib olib, mana Hasan xonning o'g'li ham katta yigit bo'pti, Ravshanbek. Avazning ham bolasi katta bo'lib qoldi. Yekoni bir bel qoyillashib qo'ymasak bo'lmaydi deb, ikki parni jonboshiga qo'ndirib, ostiga katta ko'rpalarni mindirib, maslahatni o'rtaga taylaganda Misqal bilan Junus pari shunda yaxshi o'ylabsiz sultonim. Endi bo'lmasa dedi, parilarim dedi. Avazning uyiga jo'naymiz. Qolgan ishga qorjavor. Bugun Avazning uyiga borib, qiziga bir sovchi olib keldik deb aytib ko'rayqan deb yo'l tartib Avaz xonning uyiga qarab jo'nay berdi-da. Qiza shunda Chambilning tor ko'chalaridan Choranda sortib to'shiga dubulg'a kiyib boshiga ikki parni jonboshiga mindirib olib qoshiga Go'ro'li Sulton shunday lashkar tortib qirq yigit bilan borib Avaz xonning darvozasini oldiga tushdi. Shunda Avaz xonning darvozasini taqillatganda, "Ya Xudo, ochilmay bog'da gullar so'ldimi? Yo poymonim to'ldimi? Yelga dushman keldimi?" deb qo'rqib darvozani shunday ochsa, qarasa Go'ro'li Sulton turibdi-da. "Ya assalomu alaykum otajonim" deb otasining oldiga peshvosh chiqib Avaz xon, "Ey otajonim, xush kelibsiz" deganda uzangini ushlab biravi, ko'nglini ushlab biravi. Shunda Go'ro'li Sulton toppa otdan tayladi, otni gulmiqa sarbozlari bayladi. Darvozani ochib turgan Avaz xonni quchoqlab bitta peshonasini o'pib, "Xush bo'ldik" deb uyiga qarayib kirib jo'nadi-da. Qissa shunda ana Misqal bilan Yunus pari jonboshida qo'ylari o'tlab yotdi, dashida jonboshida, qarang endi qoshida. Ichkariga kirib Avaz xon dasturxonga 70 yil taomni tortdi.
Alqısa şunda xush kelibsiz otajon deganda "Bu bolama Avasxon" dedi. Buldur qassobning qo'lidan seni olib keldim. Bolam deb edim seni. Bolam bo'lding. Hasanni olib keldim voyangandan. O'lim deb edim, ul bo'ldi. Qarjigitga yega bo'ldi. Endi bolam sening uyingga bir dard bilan keldik dedi. Shunda Avasxon aytdi: "Otajonim, nima dard?" dedi. "Dushman dorisa dorisin. Jigit kishi 80ga kirib qarisin. Barisin-da barisin, Alloh yegam qo'risin. Ayting otajonim, aytgan gapingizni men qilmasam, ul bo'lib sizga nima qilaman" deb shunda aytganda Go'rol Sulton aytdi: "O, Avaz bolam" dedi. Hasanxonning o'g'li Ravshanni taniysan. Ravshanjondan senga biz sovchi olib keldik. Guloyimday bir yaxshi qizni katta qilding. Toza qilding. Gulunarday bir qizni katta qilding. Gulunarday bir qizni katta qilding. Shu qizingga biz sovchi olib keldik. Shunga nima deysan deb so'rab turgan joyi ekan Go'rol Sultonning. Olmadayın solğan ey mening tarzım var. Jaratqandan jondan ey birer qarzım var. Çöle biyabondan keldim jon bolam ey. Balam sene aytar arzım var Sular aksın can balam dalgın bugün sayına Nasibeler tartıp geldim can balama öyüne. Yine desen aytar gapke kulak salgın can balayı. Kulçolukka keldim bolam uyuna. Keldim bugün Allah Taala aytgan bugün jolidan. Aytayın ota babam aytıp ketken tilidan. 7 yaşta Gürcistan'dan buldurdun koludan ap keldim
to'xtab olam senga aytar arzim bor Açılmayayım bağda güller solduma Paymanama can balama tolduma Kelişimnin sebebi Gülüner kızına savçılıkka keldim Aytar bolsan aytkamimge kulak solay Mayli bugün böküresen tolarsan Her düşmandı üstüdenem külersen Ay paymanana gitse bağlam cengi cedelle ülersen Ey revşen degen ey ağan kası can balam Birsen bağlam şunday jigitke kızın birersen Ana şunda alkısa Avasxanның aklı şaşıp Ketdi yüzleri şişip Şunda atası garibi, atacanım avvallan bir hoş gelipsiz. Uyumның törü sizdeki. Yeki birday misqal mına yenem Pariler yeki yenem mening yenemday uyumның törü sizdeki. Bu gapni bir gapirdingiz, qayta gapirmang atacan deb. Yeki avuz qaytarib turgan joyi ekin baba O'rol Sultanning aytgan gapiga javobini. Kervanım barara dadlaba Koy kozum jürere tavdaya otlaba Bu gapte gapirdin atacan Qayta gapirma yüreğim keter dadlab Gapiray desem sözüm yok Nalayın desem ağzım yok Görmeyin desem közüm yok Bu gapte gapirdin atacan Ravşan'a birer kızım yok
Atacan jağanı kulgaya tinqiman bilmedim yüreğiniz diye kinqiman aytıp işler diye sunqiman Vasxan deseniz canıma tay Kul bolası gaya meni tinqiman Odama dünyada yeyrere Tan seherde bülbüle seyrere Kul bolasıga tinqiman bolam Atacan Yüreğim atacan kaynar Bu dünya mening ormanım Atacan boldunuz 7 yaştan bir mağan davranem Avasxan bolmayın öleyin Jığıtman toplağan hırmanı Küterdim ata kubiya ağzında Yok demey kıldım sözünde Korudum düşmandan can ata taniye közünde Mındaylar dep kime üyümge Kul bolağa soramağına kızım Oturgan canıma tengmedi Düşman gese maydanda cengmedi Hasan Han mengaya tengmedi Bundaylar dep kime ata üyüme Ana şunda avasa şunday degenden keyin Gurul sultanın içine muz kirgendey bolip Ha mayli meni qaytarding bolam hani yenelerinden iki ağız söz eşitgan dep iki parga sözü teylegenden keyin ularning ham sözlerini eshitib Avasxan avara bo'lib kelibsizlar otajon deb iki og'iz aytib turgan joyi ekan Avasxonning
ağlama. Oylar şöyle körünadı canım atam gözüme. Yine bir merte kulak salın canım atam sözüme. Bola bu meymin üleyin ata canım. Dünya kara kör ne yaptı gözüme ataya. Sular ağar yedi ata canım sayımdan. Sizde görsem tur almayın kalamam acayımdan. Hep perzen bu meymin üleyin ata canım. Ataya marza bop ketmene can atacan öyümdeyin. Herzen özü bir ömürge ata der. Ey atalar için töksün ey her ferzan tamamına yeter. Bola bu maymun üleyin ata canım. Naraziye bop çıkmana ata canım üyümdeyin. Ata canım siz bulasız dormanım. Bola çakam menin bolar dormanım. Ferzan bu meymin üleyin ata canım. Öyümden arıza bop gitmene ata canım. Ey gördünüz çembel belin yeli de. Yedi yaşta kettab oldum buldur kasap kolu da. Hop kaçıver kendine ata canım yeliden. Terbiye taptım ve sen buldum Gorulu Sultan kolu değil.
Tumar diye beybetçeler tağara. Hacı olacaksa sayda suları ağara. Bu geblerde yaşadıp Gorulu Sultan közüden silemi yaşları ağara. Ha ol bu maya öyleydim avasanacılar. Ata canım dedi kin kıman. Meyli ata yaş gitti can kıman. Bit balasını kulga karan tin kıman. Acılap karan avazhana aytar. Görülenin gözü de yaşları teziler. Istıkhanı karanginde yeziler. Hey o atalar bu maymin öyleydim görüli. Yüreği de çocukları tüzleri. Hey uçar yedim kanatından kayırma. Tulpar yedim tuyağımdan tayırma. Herzan bu meymin öyleydim evaz. Hani ata canımdan huda canım ayırmayı. Ana şunda Guru Sultan'ın ko'ngli hoş bo'ldi. Istiqani yezilib, ko'zine yoshlar tizilib, otalar bo'lmay men o'ylayin adashib ketpanda, ha misqolimdan Junus bari. Qovatidan ushlab ko'nglini xushlab. Ey sultanım qani bir joylasharda. 2 yosh bir-birini yaxshi ko'rsa, madrasaga birga borgan bo'lsa. Qani endi 2 yoshdan bu yog'ini eshitamiz. O'nga xafa bo'lmang sultanım deganda, Guru Sultan kallasini xon qilib, kallasini yerga tashlab, manglayiga bir mushlab Avazxonning darvozasidan chiqib ketaveribdi.